xalq o'zi yonidan qilyapti mana shu narsani. Hurmatli Xayrullo Hayitbayevich, men hozir Shohimardon qishlog'ini Gulobod mahallasiga keldim. Bu yerda bir 10 ga yaqin, 12 ga yaqin aholi chiqib, shuni biroz xafa bo'lganlarini aytishyapti. Asli o'sha qadimiy o'sha Sovet paytidagi sel yo'li to'sib qo'yilgani o'zboshimcha fuqarolar tomonidan mana hattoki qabristonlargacha suv kirib ketayotganligi bo'yicha, agar qabristonga suv kirgan bo'lsa, bu degani shu infeksiya ko'payish degani bilamiz. O'liklar yotgan joyga suv to'planishi bu noto'g'ri va o'sha suv yerga singib turib, umumiy oqib turgan suvga borgandan keyin уже zaharlanish boshlanadi, kasalliklar boshlanadi. Shuning uchun o'sha qadimgi sel yo'llarimizni ochishga imkon bering. Mana bu yerlarni zabor bilan yopib tashlashgan, bizga o'xshab kelib uy-joy qilayotgan fuqarolar ochib qo'yishsin va sel yo'lini ham o'z joyiga qo'yib qo'ysin. Mana ko'rdik, 86 ga kirgan, 85 ga kirgan qariyalar hassasi bilan umrlari uzoq bo'lsin bu otaxonlarni shu qaltirab tushib, qaltirab o'sha yo'llardan chiqishyapti. Hattoki asfalt qilinmagan. Biz nima, biz o'sha fuqarosi emasmizmi deb o'rinli ham xafa bo'lishyapti. Hurmatli Xayrullo Hayitbayevich, Shohimardon kelganingizda albatta shu Gulobod mahallasiga kelib ketsangiz, aholi bilan ko'rishsangiz, gaplashsangiz, dardlarini eshitsangiz. Bular rahbarlarga chiqqan, lekin rahbarlar o'z ishlariga mas'uliyatsizlik bilan qarab, ishlarni chala bitirishganda xayr, до свидания deb ketib borishgan. Shuni chorasini ko'rib bersanglar, Nodirbek janoblari, Farg'ona tuman hokimi, xalqni bir Gulobod mahallasiga kelib, bor ahvolni o'rgansangiz, sel yo'llarini ochishga yordam bersangiz va o'zboshimchalik bilan atrofda betonlashtirib tashlagan fuqarolarga ham jarimalar qo'llaysizmi, qonuniy chora ko'rasizmi? Nima qilsangiz qiling, Shohimardon tabiatiga ham, boshqasiga ham, insonlarga ham zarari tegmasin. 98-yildan boshlab sel tushadi. Qayerga sel tushadi? Gulobod sel, Qiziltog' sel yo'lida. Gulobod, Qiziltog', Ha, Qiziltog'. Ha, mana pastda. Yo'lda. Ha. Xo'p. Tushadi 2023dan 2024da loyihalashtirildi. Nima loyihalashtirildi? Davlat tomonidan. Nimani? Sel yo'lini. Xo'p. Damba qilish loyihalashtirildi. Damba qilish, Aha. Ular texnika olib chiqolmaymiz, yo'lni bahona qilishib, mashtu o'zini bolalarni o'zimizni qo'limizga berishdi. Xo'p. 110 millionga dogovor qildik. Firma bilan. Xo'p. Shuni dambalarni qilishga. Xo'p. Keyin boshladik. Bolalar bilan ish qildik. Yarim oy bitgandan keyin pul so'rasak, pul to'xtab qoldi. Kimdan so'radingiz pulni? Pul so'radik endi biz haqimiz. Kimdan? Firmadan. Qaysi firma? Firmaning nomini bilmayman, hozir pasportni ham ilib turibdi shu ko'chamiz. Men so'radik, ular aytdiki, ish qilib o'tiringlar, biz to'liq beramiz. Keyin biz ham aytdikki, hali kuyib qolmaylik bizlar degan nazarda, shu yarimini o'tkazdik, yarim pulini beringlar, bo'pti, qolganini davom ettiraveramiz. Xo'p. Ular shu bilan qolib ketdi shu. Qolib ketdi? Qolib ketdi bering. Rais imini o'zimga aytdi, nima qo'l qo'yib bermadim, haydab chiqarib yubordim. Boplabdi rais. Qaysi rais aytibdi? Usmat Raslaga. Mana bu yo'lamda keyin aholi bor tepaga chiqqan. Yuring, sal yuring. Demak, bu yo'l, mahallada qo'lga burilib ketgan yo'l. Mahallaga o'xshabdi-da, lekin sel yo'liga o'xshab qoldi. Oqsoqollar tushyapti, yashayotgan otaxonlar. Ular bilishadimi? Ha. Yashganimizda. Chiqaymi? Loy ekanda. Hozir bu sel yo'lida bo'lib qolib, oddiy yo'l, sel yo'lida bo'lganda asosiy sel yo'li to'silganmi shunda? Yo'q, asosiy sel hozir shu yerdan tushyapti. Yo'q. Demak, sel tushib, mabetga talofat o'tkazyaptimi hozir? Tepadagi aholiga ham, pastki aholiga ham talofat qilyapti. Kecha mana shu yerda 5-6 ta kamazni oldirib tashladik, u yo'lgacha chiqib keldi, shag'al to'planib. Suv to'g'ri biz tomonga o'tib ketyapti. Hozir biz uyga chiqqani yo'limiz ham yo'qda, mashinamiz chiqaladi, na. Yo'q, mashina chiqolmaydi, bet anaqa-yu, rasvoyu. Xo'p, keyin nima bo'lyapti hozir? Shuni bir hal qilish maqsadi. Nima hal qilishim kerak, aytinglar. Shuni bir tomongami yo aytam beton qo'yib olib tushib ketadimi? O'shani bir iloji bormi? Beton qo'yib, qayerga beton qo'yadi? Buni yo'lga beton qo'yib qo'ysa shag'al o'rnamaydimi degan tumadamizda biz ham.
fikirdamiz. Bu yerdan tushgan suv qayerga ketadi? Yo'lga tushadi yana. Mana u yo'lga tushadi, Buni to'g'rimi? olib tushib soyga qo'shish kerak. Buni mana hozir mana siz aytgandek bunday olib borib, bunday tushirish uchun mana yo'l ochiq bo'lishi kerak-da. Ochiq bo'lishi batda. Batda ham 10-15 ta Xonadonlar bor. Xonadonga kiradi. Xo'p, hozir bu yerda mana sel juda ko'p kelyapti. Hozir mana shu yerdan kelayotgan sel qayerga qarab ketyapti? Oqib borib mana yo'ldan Mana shu yoqqa qarab ketyapti. Yarmi baqa ketyapti, yarim baqa ketyapti. Yarmi aqa ketyapti, yarmi mahallaning ichiga kirib ketib, odamlarga To'syapmiz, talovat yetkazyapti. Shaharmatga to'plangandan keyin to'g'riga qarab yurib beryapti-da. Kecha o'tgan safargida uylarimizga, o'g'illarimizga suv kirib ketdi, mollarga, uylarimiz ichiga qarab. Bunga kim qaraydi? Shu sel yo'llari bo'yicha qaysi tashkilot qaraydi? MCS. Demak, respublika MCSga chiqarganmizda, janob bizda general bo'lib ishlagan ichki ishlarda. Batdagilar endi o'tgan safar ham kelib ko'rishdi, ketishdi. Kim ko'rib ketdi bu yerga? O'sha kattalarida. Kim o'sha? Viloyat boshlig'i deyishdi, men endi taniyman. O'sha ayting, kim? Viloyatniki endi shu. Viloyat MCSmi? Tuman viloyat MCS. Nima deb ketishdi kelib? Ha kelib hal qilamiz deyishdi, men aytdim yo'llarni qanaqa qilamiz biz, ham qilamiz dedi. Shu bilan yo'q. Qancha bo'ldi kelib ketganiga? 20 kundan oshdi kelib ketishganiga. Foydasi yo'q, O'tgan ha? selda bo'ldi, o'tgan safar. Bu kecha shu bilan 2 marta bo'ldi. Undan keyin bir marta yana kuchli bo'ldi. Oldingini singari. Shu bilan ketishdi. Bu tomonda qancha aholi yashaydi? Hozir 4 ta aholi yashaydi tepada. 4 ta. Bu tomonda-chi? Albatta bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8ta. Ha, qarang, ko'p ekanda, mana bu yerda seldagi nimalarmi bular? Shag'allarmi tushgan? Mana shu shag'allar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz, tuzimisiz? Tepadan tushganligingiz qoyil, lekin men chiqolmasdim. Endi sizlar Shohimardonlik bo'lganligingiz uchun amaki yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Hozir bu yigitlar men dam olib turgan joyga kelishdi-da, shu sel yo'li masalasida deyishdi. Shu mana qaranglar. 95-yildan baqa aytamiz bu gapni. 95-yilda. 95-yil. Kimga aytgansiz, doda? Kimga aytgansiz 95-yilda? Bak fuqarolar yig'in raislariga. 95-yil bo'lsa, hozir necha yil bo'lyapti? 2005, 2015. Oho, natija yo'q. Yo'q, atvet yo'q. Yo'q, kelishdi. Ha. Yo'q, bo'lgan bu narsalar. Yo'q, u faqat keldi, ketdi. Kelgan hammasi hal qilolmadi. Ilgari ham tushgan, biz ikkovimiz bilamiz batay. Selxonaga bular uzun qilib hammasi qatasida o'tkazib oldi. Qarang, qaysi selxona edi? Ana naryoqda bilan selxona bor bitta. Hozir qarangda, mana bu yerlar beton bilan to'silgan, qochib turasiz aka. Beton bilan to'silgan hammasi. Hammasi beton bilan to'silib selxona bekitib qolib, to'g'riga ketib yubordi-da. Bular hozir o'zlaricha kadastr qilib, selda chiqadigan yo'lni to'sib olishib, umuman hozir talofatni kuchaytirib berishdi. Shunaqami? Shunaqa bo'ldi. Talofatni kuchaytirib Oddiy berishdi. xalq qo'lda ishlasa kelmayapti-da. Bularga qarshi Ularga sizlar asl Shohimardonlikmisizlar? Sutta tug'ilib, sutta o'sganmiz. Mana shu mana qarang, bizga o'xshab atrofdan kelib, hamma yoqni betonlashtirilayotganlarga sizlar o'zlaring biror nima demayapsizlarmi? Yo'q, aytsak, marka ta'sirim bor, men boshqa bor deb. Hammasini qo'lda qog'ozim bor deydi. Bizga qulog'im solmaydi buni. Biz yo'q. Mantaga endi boshqalar ko'pini hal qiladi. Bular tabiatni buzyapti-yu kelib. Tabiatni buzyapti. Ha. Bittasi. Da. Ikkinchisi endi buni boshdan gapirib beradigan bo'lsam, bu yerda selxonada dars qilib bir tashkilot olgan. Qaysi tashkilot? Smubir degan Illustratres. Aha. O'g'ilboq qo'lga qarashlik. Soyuz paytida. Ha. Endi qarang, shunda raisi Abdusko'm rais bo'lib qoldi, keyin dars qurdirmadi. Men aytdim, selxona deb aytdim, desam, qurmaysan bitta endi. O, nariyoqqa qurdi. Aha. Keyin boshqalar bo'lgandan keyin bular mustaqillik bo'lgandan keyin ular qanday qildik? Dokument qilishib, hammasi qurishib oldi, beton qilib. Shu selxonani bilasizmi? Ha, Qaytishda ko'rsatib ketasiz. bilib borib nima qilaveramiz, albatta. Amaki, nima deysiz? Mana shu befarqlikka yoki mana bu bizga o'xshab atrofdan kelib, hamma yoqni betonlashtirayotgan fuqarolarga qanday qarayapsiz hozir? Endi biz Talofat ko'rayotgan sizlarda. Lekin amaki, bu tabiat-ku. Tabiatni sel, ali Dugoba resortdek, aliga aytayapti, bu yerda sel xavfi yo'q deyapti. U unaqa deyishga haqqimiz yo'q-da. Bu tabiiy ofat. Mana Shohimardonda har kuni chaqmoq chaqib,
Yomg'ir yog'yapti. Kerak bo'lsa, ana shu tepadagi toshlar ham namlikni orqasidan ko'chki paydo bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Misol uchun gidrogeologiya, geologiya jihatdan, tuproqshunoslik bo'yicha agar bilimlarga tayansak, любой payt xavf xatar bo'ladi yog'ingarchilik sabab. Maqala savol bo'lgandan baqa 2 yildan baqa mana Tivada selxonani qilishdi. Yarmigacha kelgandan keyin to'xtatib qo'ydi yana. Necha yil bo'ldi o'shani qilganiga? Xo'p, sizlar yashab turgan Xizmatda kelishib bilan to'ldi. Sizlar yashab turgan joyda adresi qanaqa? Manzili, nomi? Gulobod mahallasi. Gulobod mahallasi. Qiziltog' Gulobod mahallasi. Gulobod mahallasi. Mana pasport o tepada iliq turibdi, поворот tepada. Mana. Pasportimi bu? Shu loyihani pasporti. Da, bu kerak. Bu kerak. Mana loyihaning pasporti ekan, hurmatli rahbarlar, befarq rahbarlar, layoqatsiz, umuman bilmayman, va'davoz rahbarlar bular. Xo'p, davom etamiz amaki. Endi shunda Mana qarang, o'pirib yuborilganda. Mana, hadmi o'pirilib ham ketadi bu. Qarang. Og'naydi. O'sha og'naydi. Aha. Xo'p, amaki nima ekan keyin? shu yerda shu olgan tashkilot imorat qilmagan edi. Aha. Imorat qilmasdan keyin bular qanday mustaqillik bo'lgandan keyin bular butun sotilib qanday qilishgan bilmadik, dokumentim bor deydi, katastrim bor deydi. Endi shu bizdan nima shu Hech xalqning qanday. nomidan shu selxonani yo'lini ochtirib shunga yordam qilganingiz O'sha selxonaning yo'lini ko'rsatasizmi? ko'rsatamiz. Ochilishi kerak-a? O'sha. Semindiy vaqt qo'shib yozib. Hozir qarang, amaki, men tushunmayapman. Xo'p, u selxonani yo'li to'silgan bo'lsa, bu yerdan qanaqa qilib sel kelyapti? Tepada ham bitta joyda to'sib qo'ygan. Imorat qilib. To'sib qo'ygan natijasiga suv bu yoqqa. To'g'riga savoldi. Demak, noqonuniy ishlar ko'p ekanda, tabiatga. Hammasi noqonuniy. Nechiga kirdingiz amaki? Men hozir 84 yoshdaman. 85 da bo'ldi, 85. Voy, молодец. Bu mendan 1 yosh katta. 85. 86 yosh. Voy amaki, umrling uzoq bo'lsin. Qarang endi. Amaki, bu yerda hozir siz mana hozir men o'rganishim bo'yicha bir asrda 4 marta sel talofati bo'lgan ekan Shohimardonda. 12-yil 70 80 eng oxirgisi 98-yilda. Men u bilganim, men bilmaganim qancha sel talofatlar bo'lgan. Endi biz yoshligimizda mana amagim bachamiz ikkovimiz. Ha. Ashka sel tushganda chuqur edi. Shu yerda cho'milardik yosh bolalar. Aha. Seldan keyin. Imoratga kelayotganman. O'z cho'qinaga qilmaylar. Sınıf tek çok büyük bir polisi. Aha, tog'disi bu endi. Qilmaylar deganmiz shularni. Tevadan boshlab qurish. Yo'q, amaki, men bilganim 4 ta. Siz ko'rib bilganingiz nechta sel bo'lgan? Ko'rib bilganim juda ko'p. 100 dan ortiqmi? Ya endi 100 dan ortiq bo'lmasa ham shu bir. Yo'q, mana kelganimdan beri 20 kun bo'lgan bo'lsa, kelganimdan beri bir 5-6 ta sel ko'rdim-da. Ya bu shu 40 taga boradi-da. 100 yilda. 100 yilga endi bu yarısini bilmaymiz biz 40 dan bag'ini bilamiz. Mana endi har kuni yog'ingarchilik bo'lyapti. Endi ko'payadi. Shunda bir selda. Endi ko'payadi, to'g'rimi? Yana ko'payishi. Endi ko'payadi. Yol açıldı takın şeyler. Hozir ismingiz nima, amaki? Meni ismim Onorboy. Ha? Onorboy. Onorboy? Onorboy tog'a. Ha, Anorboy. Sizniki-chi? Doda? Temir tog'a. Zo'r ekan ismlaring. Mana hozir xabaringiz bormi, yo'qmi? Xayrullo Hayitbayevich Farg'ona viloyat muhokimi nazoratga oldi. BTG anaqani, chunki nimaga? Shohimardon turizm markazi. Va men bu o'zboshimchalik bilan yo'llarni betonlashtirib tashlagan, bizga o'xshagan kelib uy-joy qurganlarni, mana bu beton devorlari buziladi. Menga shunaqa informatsiya keldi, chunki bular tabiatga zid ish qilib, mana sizlar hozir sim devor bilan qoplagansizlar-da, tabiatni ko'rsatgansizlar. Bular betonlashtirib, tog'ni tabiatni 30% ni to'sib qo'ygan. Betonlashtirishi mana qobristonimiz biz bilmaymiz, bular ham qobristonimizni o'z talofat ko'radi, kirib ketyapti sel. Ashula to'sib qo'yib. Даже qabristonga sel kirib ketyapti. Endi qarang, o'lik yotgan joyga suv borsa, qancha infeksiya tarqab ketadi. Shunisi ham bor-da. Bor. Xayrullo Hayitbayevga nima deysizlar? Mana
xudo xohlasa sizlarni ko'radilar, eshitadilar. Sherxonani ochib bersam, mana shu talobatdan deb Ha, mayda mana qarang, chiqib tushishga juda qiynalishyapti. O'ydim chuqur mashina umuman kirmaydi, hurmatli Xayrullo Hayitboyevich. Mana ahvol mahalla qiynalyapti, mahalla aholisi. Mana bu seldan qolgan talofatlar mana. Yaxshi ham bu amakilar mana hassada bo'lsa ham menga o'xshab, lekin malatsi 86, 84 yoshda o'zlarini eplab shu yerdan chiqib tushasizlarmi? ilojimiz yo'q. Voy, chiqib tushadi deyshadi. Boshqarma qilamiz. Ya kechagilarda ko'rmabsiz. Shartmaydi, o'yib ketgan chiqimizbasiz. Tag'in bu xillar tekizlarni qo'yamiz. Ma'lum yo'li barobar qirib bo'lib ketadi. Qaranglar, o'zlaring shu talofatlar o'zlaring oldini olasizlarmi? Yo yordam berishadimi? O'zimiz olgan Qo'ni qo'shlar to'lanamiz. Ha, hashar yo'li bilan yordam ekan. bergan hokim kelib o'sha yerda hokim viloyatda tuman hokimi kelib mana shundan buyoqqa olyotgandim kelib nima yordam kerak? Men aytdim yordam rahmat. Hozir sizlarga yangi hokim bo'ldi Nodir. Bilaman hozir. Juda ham zo'r yigit bo'ldi. Ha, xudo xolasa e'tibor beradi. Mayli, men bu masalani ko'tarib rahbariyatga olib chiqib berishda sizlarga yordam beraman. Xo'p? Yana nima muammolar bor? Katta rahmat. Endi Ha, aytavering. Xudoga shukur. Kelishamiz, vaqt so'rayapmiz. Bir 20 metr asfalt bo'lgan. Yegan ichgani bor, Bu xudoga tomon shukur. asfalt ham bo'lmaydi. Biz Shu boshqa mana shu joyda muammo. odamimiz. Yo'q, asfalt bo'ladi. Xudo xolasa. Endi jon yutga. Ha nimaga mayli, bularni hurmat qilaversin. Menga siz osmonda ko'tarib yursin, samolyotda yursin. Men roziman, ha. Uka biz ham insonmiz-ku. Yo boshqa joydan kelganmizmi? Asfalt qilishda yordam bering. Nodirbek mana opa juda ham o'rinlik xafa bo'lyaptilar. Bitta kichkina qishloqdagi shuncha mana muammo. Asfaltlashtirib berishsin deyishyapti va sel yo'lini qonuniy ochib berishlarini taklif qilishyapti. Va shu yerdaman xudo xolasa birga asfalt qilamiz, nasib bo'lsa. Orzuga shukur. U даже ishonishmayapti, kulib qo'yishyapti. Chunki murojaatlar birortasi vaqtida hal bo'lmagan. Shunaqami? Mayli, sog' bo'linglar. Ko'rishamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Xo'p. Hech kimga ziyon yetmaydi. Bitta xonadon ham yo'q, ba'zi boshqa yo'q. Ne jarlida so'yga qarab bemalol tushib ketadi. Tushunarli. U yog'i soy. Ha, yog'i so'y. Qarang, Xayrullo Hayitboyevich hammasi betonlashtirib tashlagan. Tabiatda 30-40% to'sgan holda. Bunaqa qilish noto'g'ri. Yana qaytarib aytaman, atrofdan kelganlar ochinglar bu devorlarni, ochinglar. Haqlaring yo'q tabiat to'sishga, insonlarga zarar yetkazishga. Sel yo'li qaysi? Ha, mana shu sel yo'li. Mana qarang. Mana qo'limga qarang. Bu tarafdan keladimi? Mana shu tomonda eski shu yerda bo'lganda. Xo'p, bu to'silganmi hozir? Qayeri to'silgan? Zabor. Ha, mana shu sel yo'li bo'lgan ekan, lekin berkitib tashlagan ekan fuqaro tomonidan. Va Mana baxtog'i. bunday ko'rinmay turing. Da. Mana bu yoqqa tushib ketganmi? Mana ko'l bo'lgan maysa. Ha, bu ham to'sib yuborilgan. Dachi bo'ldi hozir. Ha, bu dachi bo'lganmi? Va baraka topsin, kim qilgan bo'lsa ham. Demak, qonuniy sel yo'li mana shu yer bo'lgan. To'g'rimi? Eski. Xo'p, mana shu selda kelish oqibatida mana shunday pastga tushib ketyapti. Xavfli-da baribir. Mana shu yerdan oqib kelgan suv, selda nimasi, mana bu yoqqa qarab, mana tushib ketar ekan. Voy-vo. Jahannam ketadi. Endi ashaddan hech kim ziyon keltirmay tushib ketyapti. Yog'dan avval aytgan joyimizdan o'sha qarab tushadi. Tushunarli. Ahvol yaxshi emas. Janob hokimlar, Xayrullo Hayitboyevich, ahvol umuman achinarli. Endi ha deb tozalanaverishim ham noto'g'ri-da. Yo'lini ochib qo'ysin, aholi ham talofat ko'rmasin. Bizga ham, sizlarga ham ortiqcha nima deydi, yuk bo'lmaydi. Xalq o'zini o'zi eplayapti ham, rahmat.